يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik dost biraderlerimiz, bu katımki dersimizge yine hoş kipsiler. Bizdeki bu katımki dersimizdeki esası mevzui, yani ayal kişi kandak hacı kılıdı. Biz müşriki üstüde doktorumuz. Aldığınki dersimizde hac degen neyim o? O kanda bir ibadet, onunki şartları kandak digenlikniki üstüde toxtalgan idik. Hazırımda ötkendeki dersimizde hacniki şartları, hac qilmoqchiga adamniki o'zi jazman musulmon bo'lishi, mukallaf bo'lishi, shuningdek tininiki sog'lom bo'lishi, ham shuningdek istitoat, ya'ni hajga berib kelishlik orliqda bo'lgan yo'l xotirjam bo'lishi, o adamniki berib kelishlik orliqda o adamniki meni yeydigan, içidigan nasib bo'lishi, ham shuningdek o adamniki hajga ketgandan keyin kelishlik bo'lgan orliqda oilasiniki mana barliq turmush mana o yetadigan ikkinchi bir adamga qarab qolmag'idek bunda bir darajada bo'lishi kerak deb bunda o'tdik. Mana shu qatorda hamda ayol kishimi o'xshash bo'ladi. Bu shartlar ayollarga yana o yerga ayollarga qartiladi. Shuningdek hamda ayollarga shu yuqorqi shu shart tepilgandan boshqa ayol kishi haj qilaman desa jazman o ayol kishiga mahram bo'lish kerak. Ya'ni mahram bo'lish kerak. Ya'ni o ayol mesela mukallaf bo'ldi, baligh bo'ldi, teni sog'lom bo'ldi, yo'l xotirjam berib kelishlik orliqda bu ayolniki pul oldu. Hem ailesideki bu kişiler eğer o ayol ketib qolsa kelishlik orliqda ikkinchi bir adamga qarab qolgudek, yani yeydigan naskarahları tugab qolgudek darajada emas. Yani o'zining puli var, yo'l xotirjam, pasporti var. Muşu iş bo'lgandan boshqa, yani o ayolniki jazman haj qilaman desa jazman bir mahram bo'lish kerak. Mahram degan nima? Mahram degan mana shu ayolniki, yani otisi, dadillari, opsi hem otisi tarafdan bo'lgan dadillari yoki o'g'illari, aka inillari, shuningdek mana bu ayolniki mana bu navrilari, eğer 18 yoshdan oshgan, balog'at yetgan bir ayol bo'lgan bo'lsa, bundaqchi bo'lish kerak. Yani mahram degan mana bu. Mahram bo'lish kerak. Yani mahramniki asas nemisi, yani o ayol nikah qilsa shar'iy tarafdan harom qilingan kishini buni mahram deymiz. Masalan, o ayolniki otisi, dadillari, tog'illari, shuningdek ballari va navrilari mana bu ayolga nisbatan uningdan to'y qilish tubdan kesinlik bilan harom. Bu mahram degan gap, yani harom qilingan kishi degan gap bo'ladi. Shuningdek o ayol kichik vaqtdagi o'zida mana bir odamni emib qo'ygan bo'lsa, bir ayolni emib qo'ygandan keyin shu ayolniki mana shu emilgan ayolniki irimi o ayolga harom bo'ladi. Yani bu endi mahram degan bu. Endi birisiga anadan keyin zavj, er bo'lish kerak. Mana mush shart tepilgan vaqt o'zida anadan keyin bu ayol kishiniki haj qilsa, mana shar'iy ko'rsatgan yo'l bo'yicha rasmiy to'g'ri bir shaklda haj qilgan bo'ladi. Bu to'g'rilik biz nima deymiz desa, mana bu to'g'rilik payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna deydi. Nima deydi o İbn Abbas radhiyallohu ta'ala anhuga rivoyat qilgan bir hadisida İbn Abbas radhiyallohu ta'ala shuna deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki tovanki degan so'zini men angladim. Nima degan payg'ambar sallam? La yakhlu wanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahramin.
ولا تصافي المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك رواه البخاري ومسلم. من İbn Abbas radıyallahu ta'ala şuna deydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunda degen. Bir yat er bilen bir yat ayal her güz bir yerde şu yalğız turup kalmışsın deydi. Hali bir yerde turup kalmışsın. Bu katli dursemez. Bir ayal ya bir er balagat yetkendiğin ki ikisi ki yalğız bir öy, yalğız bir yerde turuşka katli dursemez İslam dininden. Meli kandak adam bulu işte katli nezer. O erniki yüzü ya atısı ya ki akı inileri ya ki tağılları ya ki oğulları ya ki nevri oğulları bomboğan bunda bir şart astıda bir ayalniki yat bir ervelen bir yerde turuşu katli dursemez. Bu dursemez. Peygamber sen bunda kımısın deydi. Eğer turup kalgan bolsa o yat ervelen o ayal bilen mehremniki birisi olsun. Ya atısı olsun ya oğlu olsun ya iri olsun. Ya ki bulmaydı o akı inileri. Yani o ayalığın nispeten nikah kılış haram boğan bir tukkalları olsun deydemdi. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine ahırda yine devamlaştırıp bir ayal sefer kılmışsın. Yani üyden sırtkı çıkıp ben sefer kılıp uyak bir yak barımen diye işini çok kılmışsın deydi. Meğer sefer kılış doğru kip kağa vakti özüden aşındak mehremi olsa o ayalının anladı ki birlikte sefer kısa men boludu de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muştakçı dedi. Digendeyken şu çan özüde bir ayı bir adam kopup ya Resulullah menin ayalım yüzü her kılım edip çıkıp gitip kaldı. Men falan uruşka meni xatlangandim. Men şunu yezilgan. Diga vaqt özüde bu adam şu gapni dedi. Diga vaqt Peygamber sallam dedi ki anda olsa sen senin ayalın ona billahi hacı kılın. Ayalınki mehremsiz hacı kılış dursemez. De Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi çok muştakçı dedi. Ve onun başkandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki yine bir başka hadisidan mene kimiki Allah'ın Resulü'ne kıyamet günüge iman keltirdiken bundak ayalniki yüzü 3 günlük yine bir rivayette 1 günlük sefer kımıson diyen sözü var. Ana oğan diken bu hac kılış diyen bu sefer kılıştan ibaret oğan boğan diken bu hac kılış yani bu bir qancha kunlik sefer. Burunki davrida 6 oylik, hozirgi davrida yani bir qancha kun surib ketadi. Anda o'g'andikan bunda bir sefarniki o'zida bir ayolniki yolg'izga chiqishga qat'iy bo'lmaydi degan mushahidasi bor. Mushnuga asosan Peygamber sallamniki ayol kishini yolg'iz safar qilishga bo'lmaydiganligi. Ham shunida boshqa hadisida mana bu ayol mahremsiz haj qilmasin degan Peygamber sallam so'zi var. Hem ameliyatda bir sahabege muştakka buyruqçu ban. Endi bunu asasen ayol kishi yuqorida biz degandek şu şartlar tepilgandan keyin jazman o ayol kishiniki bir jazman bir mahrimi yoki iri birigi bo'lsa anidan keyin bu ayol haj qilishga durust bo'ladi. Agarda bu ayolniki yuzi boykan, qo'lida pasport bor, yo'l xotirjam, ammo o ayolniki mahrimi yok. Yoki aka inisi yoki ballari deyli yok. Bo'lgan taqdirdimi o'liniki o ayollar bilib berishga mena vaqti yok. Yani baramaydi. Bundak ayolniki gadiniga haj qilish farz emas. Farz emas. O Allah Taala yani o'lgandan keyin o ayolni sen nima uchun sen haj qilmading degan bunda bir so'roqchi qilmaydi deydimdi. Anda bo'lgandan keyin mena mushu hadisga asosan haj qilmoqchi bo'lgan ayolniki o'zi mena jazman o ayolga bir mahrem yoki bo'lmaydi iri birgichi kelish kerak. Yine bunu asosan hamda salaflardan o'tgan bir yani İbrahim Nahayi degan bir olimniki davrida shunday bir ish bo'lgan. Shu vaqt o'zida bir Ray degan bir qabilada bir yadan bir adam bir ayol shunday xat yozibdi İbrahim Nahayi degan adamga. Shu chani yozgan vaqti bu ayol debdiki, "Men boy, mening qo'limda pul va kaza bor. Hem yol xotirjam hozir berib kelsa bo'laverdi. Unda bo'lgandan keyin meniki ammo mahrimim yo'q. Menga haj qilish meni farzmi, farz emasmi degan vaqtning o'zida
Mana İbrahim Naxai degan adam, ya'ni olim sizga haj qilish farz emas. Sizga istitoat yo'qibdi degan. Unda o'g'andikin mana haj qilmoqchi bo'lgan har qanday bir ayolniki jazman mahram yoki iricho bo'lish kerak. Ondan keyin bu ayolniki gadiniga haj qilish farz bo'lgan bo'ladi. U chog'da qon bo'lsa, u yo'lliq bo'lgan bo'ladi. Endi bu haj qilishlik endi ayollarniki bu haj qilish bu masalasida o'limalarimizdagi o'ttirsida men o'xshamagan ko'z qarash va mesela ayol kishiniki jazman haj qilish uchun u haj qilishlikki meni mahram bo'lishligi shart ekanligini Hanifi, ya'ni Imom Azam, mana Imom Naxai, Ibrohim Naxai, Hasan al-Basri, Imom Sufyan as-Savri, Imom Ahmad va uningdan boshqa Ishoq degan olimlar zodi ayol kishiniki haj qilish uchun jazman u ayol kishiga mahram bo'lmasa bo'lmaydi. Mahramsiz haj qilish durust emas deb bu ko'ziga qaraydi. Endi bu yiliqi yeni bir turkum olimlar buni sal bo'shtib endi bunda qaraydi. Ya'ni ayol kishiniki o'zi haj qilish uchun yuqorqi bir qancha shart tepilgandan boshqa jazman mana shu ayolga nisbatan bir mahram bo'lish kerak. Mahram bo'lish kerak. Agar u ayolniki yaqin bir tuqqan, ya'ni mahrami bo'lmasa, u ayolniki billa haj qilib keladigan ishonchli bir qancha ayol bo'lsa, men bo'ladi deydi. Men bu ko'z qarashdagi kishilar bo'lsa, Imom Shofiy va Imom Shofiyninki mazhabidagi kishilar. Bu hamdi. Yana shuningdek hamdi ba'zi bir olimlar deydi, ishonchlik, ya'ni bir qancha ayol bo'lmasa, bir tal ayol bo'lsa, u ayol bilan meni haj qilib kelsa, meni bo'ladi deb bunda bir ko'zcho qaraydi. Yeni texi ba'zi olimlarniki teximi nima qilgan bir odamniki ko'z qarashi texi ayol kishi agar yo'l xotirjam bo'lsa, ya'ni o yo'lda xoti nima yo'q, o'g'ir yanchi o'g'ir bulangchi va kaza o ayollarga ziyon yetkazadigan, ayollarga zarar yetkazadigan bunda bir kishilar yo'q ekan. Bunda bir kishilar yo'q bo'lgan vaqt o'zida o'zi berib bunda kela oladi ekan. Mana mushunda vaqtning o'zida ayol kishi o'zi yolg'iz haj qismi men bo'ladi deydi. Bu ko'z, mana bu ko'z qarash kitobda bo'lsa-mu ancha ishonchlik ham kuchli so'z shu digil olmaydi hamdi. Endi yana birisiga nima ekan? Bu so'zdagi ichidandi. Bizdagi Hanifiy mazhabda u qat'iy bo'lmaydi. Ama Şafii mezhebining ichiga ko'z qargan vaqt o'zida ishonchlik bir qancha ayol, ya'ni ishonchlik deganliginiki o'zidan birga haj qiladigan ayollarniki o'zi jazman muttaqi, taqvo, rasmiy Allohniki rasulini biladigan, tushunadigan, Allohdan qo'rqadigan, qiyomat kuniga rasmiy iymoni bor, mana toat ibodatni joyida qiladigan mujna bir ayol bo'lishi kerak. O bu kesken emas, büyük gün namaz okup, 2 gün namaz okumaydigan, o fasık, unda ayollar olsa işkençlik ayol dep hesaplanmaydı. Mene bu göz qarashga asasen bu alımda işkençlik bir qancha ayol yoki ish bo'lmadiganda bir ayol bo'lsa-mu bo'ladi deydi. Bu Şafii mezhebdagi kishilarniki ko'z qarashi. Endi bu alımlar qanigan bizdeki mezhebdagi ya'ni ko'z qarash Peygamber sallamniki şu ayol kishiniki ya'ni safar qilishga qat'iy bo'lmaydiganligi degan ustida bir qancha hadislar bor. Şu hadisga asosan biz bo'lmaydi deb qaraymiz. Endi bu bo'ladi deganligi nimaga asosan deydi? Nimaga asosan deydi degan vaqt o'zida bo'luniki asos meni tayinadigan delili tövenkidan iborat. Bu qavul meni Peygamber sallallohu alayhi ve sellem'din meni Adi ibn Hatem degan adam bir rivoyat qilgan bir hadisi var. Mene şu adam şuna deydi. Men bir kuni Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki qishida edim. Peygamber sallam qishi tug'a vaqti o'zida Peygamber sallam qishga bir adam kelib, "Ya Rasululloh, bak hozir namoratchilik, yeydisak bir narsa yo'q, o'ltirilsak bilan uyda bir narsa yo'q" deb mushta shikoyat qildi. Unidagi birdan tug'andiki yana bir adam kelib, "Ya Rasululloh, biz safar qilib u yerga borli desak, bu yerga borsak, yo'l hozir xotirjam emas. Yo'ldan hozir kufrlar jiq atrofida hammamiz qaroqchi. Mujda qabila yaşagan ne bo'lgandikan yo'l xotirjam emas, berib qolsak pullarimizni, mallarimizni mujda ep ketadigan ahvollar bor deb buningdan shikoyat qildi. Shikoyat qilgan vaqtning o'zida mana Payg'ambar sallam dediki, "Ya Adi, sen Hira degan bir shaharni ko'rdingmi? Hira degan shaharni ko'rib sen
berip baqqanmiding dedi. Yani Hira degan ko'piga yaqin bir shahardi kichik shu vaqtning o'zida. Bu adam dedi ki bu adib Natim. Dedim men tek onu ko'rib baxmadim, ammo men uniki xabarini angladim. Başkalar bana cık deppedi bu Hira degan ya, mundaq ya deb, muşta deppedi dedim. Diğer vaqt o'zida Peygamber dedi ki, eğer sana hayatlık uzarsa, yani sen uzun ömür ko'rsan, sen şu vaqtda tönk ahvalni ko'rsan ki, mene Hira degan joydan bir yolg'iz bir ayol chiqdi. Yolg'iz haj qilmada bir ayol chiqib Hiradan şu uttu mene Mekke'ge haramga kelib, hajni qilib xotirjam yo'lda hech qanday bir to'saliq bo'lmay, xotirjam haramga berib, haramdan yana kelib, uyga yana shundoq xotirjam keladigan bir vaziyat yo'q, barliq keladi. Shu chog'da men ayol kishiga mahram ya otisi yoki aka enalar ya eri bo'lmasimi, o'zi yolg'iz haj qilib, mushtaq keladi desam, mushni cho'k ko'rib qolsan degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam meni bu hadislarda bu hadisga qarab shunga bu Shafiy mazhabdagilar mana nima deydi? Mana shu chog'ning o'zida ayol kishi haj qilmoqchi bo'lsa, ishonchli ayol bo'lsinmi yoki bir ikkisi bo'lib qolsinmi yo biroz bo'lib qolsinmi, meni bo'ladi deydi. Nima uchun? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu safar qilishniki bo'lmaydi deganlikka, shu yo'lniki xotirjam bo'lmaydiganligi, ya'ni ayol kishiniki namusi va iffatiga ta'sir qiladigan ayollar u yo'ldandi. Burungi davriniki o'zida shunday bir safar bo'lgandiki, bu yerda jafo tortib qolishniki mumkin ekanligini ko'rsatib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu safar qilishga yo 3 kunlik yo 1 kunlik bo'lmaydi degan. Ammo yo'l xotirjam bo'lgan bo'lsa, meni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ma gapni degan, bu yerda yeni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'lmaydi demasdan, bu yerda ayol kishiniki safar qilishniki bo'lmasligi yo'lniki xotirjam bo'lmasligidan. Anda bo'lgandiki yo'l xotirjam bo'lib qolgan vaqtning o'zida men ayol kishi shunday haj qilsa bo'ladi ekan deb, men bu kishilar bu hadisni uchun asos qildi. Endi bir sig'anada ekan, buniki asos qiladiganligi, men Umar roziyallohu taolo anhuning davrida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki ayollarini men Osman ibn Affan, Abdurrahman ibn Avf qatorliq men sahobalarni hamroh qilib, men Umar roziyallohu taolo anhu Payg'ambar sallallohu bir qancha ayollarni haj qilishga Madinamdan evatgan. Yani demek muşundak ahval bo'lgandan mana bu ayollarning hech qanday vaqtning o'zida mahrimi yo'q. Osman Affan, Abdurrahman Avf degan yot bir odam muşundak turulgan, shu ayol yo'l xotirjam bo'lsa, o'shan o'zida u ayolga nisbatan mahram bo'lishligi shart emas ekanligi, mana bu Umar roziyallohu taolo anhu'niki bu so'zgicha asosan meni nima qiladiganiga qaraydimdi. Yani demek bu ayol kishiniki safar qilish masalasida yani mahrem buluş bulmazsık. Mahrem degan nima? Yani bunun üstüde yani o'xshamagan shunday ko'z qarashlar var. Yani mahrem degan şu ata yani tuqqanlari, ata enalari mushu bo'ladi va eri bo'ladi. Endi bu mahremdan boshqa ishonchli ayollar bo'ladi degan bu ko'z qarash nima bo'ladi? Anda bo'lgandan mushunda ikki xil ko'z qarash shu bor. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisiga qarasak, bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki hadisida bir qancha hadislar var hem sahih. Bu hadisdagi o'zida ayol kishiniki 3 kunlik safar qilishga qat'iy bo'lmaydiganligi, hattoki 1 kunlik men mahremsiz safar qilishga qat'iy bo'lmaydiganligi hadislar shu bor. Shuning asosan agar bir ayolniki mushundaq mahrem yoki eri bo'lmasa, yo'l xotirjam bo'lmasimi, yo'l xotirjam bo'lib qolsimi, u chog'da haj qilishi bu muvofiq, to'g'ri emas deb qaraymiz. Endi xo'sh, ayol kishiniki mushundaq mahrimi yo'q, eri yo'q, yo ota-onasi yo'q, tuqqanlari yo'q, turuqligan. Bu ayol haj qilibdi. Bu haji maqbulmi, maqbul emasmi? Bundaq bir odamniki, bundaq bir ayolniki qilgan haji maqbul. O maqbul, haj qabul bo'ladi. Lekin bu ayol shu mahremsiz haj qildi deganlik sababidan cho'ng gunoh o'tkazgan bo'ladi. Bunuğa qarta o ayol qattiq eğer şu ishni qilib qolgan bo'lsa, meni qattiq tövbe qilish kerak. Buning uchun diqqat qilish kerak. Yeni bir sig'anada ekan, biz yuqoridan shu haj qilmoqchi bo'lgan odamniki o'zi jazman mana mukallaf bo'lishi, ya'ni balog'at yetgan bo'lishi, ham tili sog'lom bo'lishi, yo'l xotirjam bo'lishi, yo'l mana kafir hokimiyat, zolim hokimiyat tarafidan to'sib olingan bo'lmasligi kerak dedik hamda. O adamniki pulu var. Men qilaman desa, o hakimiyet koymaydı. Ya o adam ağırıp kaldı. Ya bo'lmaydi, yaşlanıp kaldı. Bu çağniki üzüde bu adamlarniki mene
shundoq turuqlig'im bu odam shu qo'lida bir narsa yo'q yoki qo'lida ozroq bo'lsa kiro qilib yeb keladigan bir narsa yo'q yo'l berib kelgichilik meni tilab shundoq haj qiladi bu durust emas. Yana shundoq turuqmi bular haj qilibdi. Haj qilgan bo'lsa bu qandoq bo'ladi? Mana bundaq kishilarniki haji maqbul. Lekin haji maqbul bo'lgan bilan mana bu odamda shu yo'lda shundoq kaskemas xato bir ish o'tkazib qo'ygan bo'lsa, uçan üzüde bu çoğun bir günah işini qilgan bo'ladi. Mana bu çağniki üzüde bu adam resmi Allah Teala'ga tövbe qilib, bu qilgan xatoligini to'nib Allah'dan afv qilishini so'rashi kerak. Endi bizdeki rayonlarimizga qarasak, bizdeki rayonlarimizda mana puli bor, hamma narsa bor, lekin hokimiyat, ya'ni zolim, kafir hokimiyat buni pasport va kaza bir narsa bermaydi. Bermagandiki uçan üzüde bularga haj qilish farz emas. Ama şundak turuqluğun, pasport ep, muşundak yani ak yolundan, muşundak keçip yani neme kırıp, bundaksa bu adamniki gədinidin men Haccatul İslam degen pers men sakço buludu. Yani bunun için dikkat kılış gerek. Bizdeki bu katımki dersimiz müşahitlik olsun ve yine bir kata görüşkü şehirlerine Allah'a emanet kıldık. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.